Haqiqatan dunyo hayotining misoli xuddi biz osmondan tushirgan suv, yomg'ir bo'lib, odamzod va hayvonot yeydigan narsalardan iborat. Yer giyohlari u bilan aralashib, to yer yasanib va ziynatlangach, yer egalari o'zlarini unga qodir deb bilgan bir paytda yerga tunda yoki kunduzi bizning amrimiz kelib, uni kechagi kuni obod bo'lmagandek yig'ib olingan hosilga aylantirib qo'yganimizga o'xshaydi. Tafakkur qiluvchi qavm uchun biz oyatlarni shu tarzda batafsil bayon qilamiz. Assalomu alaykum. Qiyomat haqida ko'p eshitganmiz, lekin u haqida hech tafakkur qilib ko'rganmizmi? Payg'ambarlar ham doimo o'z qavmlarini qiyomat borligidan ogohlantirib kelishar edi. Qilayotgan qilmishlari uchun hali javob berishlarini, bu dunyo abadiy emasligini tushuntirishga harakat qilar edilar. Keling, bugun qiyomat haqida biroz tafakkur qilamiz. Qiyomat o'zi nima? Istilohda qiyomat muhlatning tugashini anglatadi. Har bir insonning qiyomati bor. Bu o'limdir. O'lim bu kichik qiyomatdir. Lekin bugun biz gaplashadigan qiyomat kichik qiyomat emas, balki katta qiyomatdir. O'lim bu har bir insonga berilgan muhlat tugaganligini anglatsa, katta qiyomat butun insoniyatga berilgan muhlat bitganligini anglatadi. Alloh taolo aytadi: "Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan va huval azizul g'afur." U o'lim va hayotni sizlarning qaysilaringiz amalda yaxshiroq ekanligingizni sinash uchun yaratgandir. U aziz va o'ta mag'firatlidir. Mulk surasi 2-oyatida aytilgan ushbu Alloh taoloning muborak kalomi bizning bu dunyoda nima uchun bo'lib turganimizning sababini tushuntiradi. Alloh o'lim va hayotni bizlarning qay birimiz amalda yaxshiroq ekanligimizni ko'rish uchun yaratgan. Yuqorida aytganimdek, o'lim va hayot bu bizga berilgan muhlat demakdir. Ushbu muhlat xuddi imtihonlardagi kabi nihoyasiga egadir. Xo'p, ushbu muhlat qachon tugaydi? Savol juda ham muhim, shunday emasmi? Bu savolni payg'ambarlarga ham berishgan. Yana Mulk surasi 25-oyatida aytiladiki: "Va yaquluna mata hazal va'du in kuntum sodiqin." Va ular, agar rostgo'y bo'lsangiz, bu va'da qachon bo'ladi derlar. Ushbu va'da qiyomatdir. Payg'ambarlar esa ushbu savolga shunday javob berganlar: "Qul innamal ilmu indallohi va innama ana nazirun mubin." Ularga ayt: albatta ilm faqat Allohning huzuridadir va albatta men faqatgina ogohlantiruvchiman xolos. Hattoki Alloh o'z payg'ambarlariga ushbu muhlat qachon poyoniga yetishini bildirmagan. Shu sababli payg'ambarlar qiyomatning ilmi faqatgina Allohgagina ayon, biz faqatgina ogohlantiruvchimiz xolos deya aytishgan. Lekin Alloh taolo aql sohibi bo'lgan bandalari uchun qiyomat alomatlaridan xabar bergan. Bu xabarlarni payg'ambarlar bizlarga yetkazishgan. Bular bashoratlar deyiladi. Endi shu amalga oshgan bashoratlarga birinma-ketin to'xtalamiz. Makkadagi binolar va tunnellar. Ya'lo ibn Atodan u otasidan rivoyat qiladi: "Men Abdulloh ibn Amrning ulovini jilovidan ushlab borayotgan edim. U shunday dedi: Sizlar bayt Ka'bani buzsangiz va biror toshni qoldirmagan holatingizda qanday bo'larkansiz a? Ular so'rashdi: "Biz o'sha vaqtda islomda bo'lamizmi o'zi?" U dedi: "Ha, sizlar islomda bo'lasizlar." Men dedim: "Keyin nima bo'ladi?" U dedi: "Keyin u undan ham go'zalroq qilib qayta quriladi. Agar Makkada tunnellar teshilganini va binolar tog'larning tepasigacha ko'tarilganini ko'rsang, bilki ish allaqachon senga soya solibdi." Bu hadisni Ibn Abi Shayba al-Musannafda, Abu Amr ad-Dani as-Sunan al-Warida fil Fitan kitobida hamda Ibn al-Jad musnadida rivoyat qilgan. Keling endi ushbu asarni tahlil qilamiz. Ushbu asar sahobiy Abdulloh ibn Amrdan rivoyat qilingan. Sanadi sahih, mavquf, lekin hukmi marfu hadis. Chunki hadisda bashorat aytilmoqda. Bashoratlarni esa
sahobalar o'z havoyi nafslaridan aytmaydilar. Albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitgan bo'ladilar. Asarda baytning buzilishi aytilmoqda va buning musulmonlarning qo'llari bilan qilinishi ham xabar qilinmoqda. So'ngra tobiinning keyinchi degan savoliga Abdulloh avvalgidan ham yaxshi qilib qayta tiklaysizlar demoqda. Ka'ba tarixda bir necha bor buzilib qayta tiklanganligi ma'lum, lekin yaqin orada buzilganini men aniq bilmayman. Lekin bir narsani aniq ayta olamanki, hozirgi kundagi baytning holati butun o'tgan tarixdagi baytning holatidagi eng jozibadorlisi. Baytning hozirgi holati shubhasiz tarixda umuman bo'lmagan. Asarning davomida aytilmoqdaki, Makka teshib tashlanadi. Unda kirish-chiqish joyi bo'lgan tunnellar bo'ladi. Kazoim bu kazima kalimasining jam ko'rinishi. Qadimda bu so'z ikki quduqni bir-biri bilan bog'laydigan teshik yo'llarga nisbatan ishlatilgan. Bu bashorat ham hozirgi kunda ro'yobga chiqqan. Kimda kim Makkaga borgan bo'lsa, ko'rganki, Makkada juda ko'p tunnellar mavjud. Chunki Makkada tog'lar juda ko'p. Shu sababli transportlar harakatini yengillashtirish maqsadida tog'lar teshilib, ostlaridan tunnellar o'tkazilgan. Ayni asarda aytilayotgan Makka teshib tashlanib, kirish-chiqish yo'llari qurib tashlangan. Yana asarning davomida aytilmoqdaki, binolar tog'larning tepasigacha ko'tarilganini ko'rsang. Bugungi kunda hech kimga sir emaski, Makkadagi binolar va mehmonxonalar Makkaning tog'larining bo'yiga yetib qolgan. Abraj al-Bayt nomi bilan tanilgan soat binosining bo'yi 600 metrdan oshadi. Makkadagi Arafat tog'ining bo'yi 454 metr. Nur tog'ining bo'yi esa 642 metr. Siz o'zingiz saodat davriga xayolan sayr qiling-da, sizga kimdir hali Makkada shunday binolar quriladiki, u binolarning bo'yi mana shu baland tog'larga yetadi deganda qanday qabul qilgan bo'lar edingiz? Bu amalga oshgan hadislar vahiy bilan bildirilgan bashoratlardan boshqa narsa emas. Buni men ham siz ham juda yaxshi bilamiz. Hadisning oxirida nima deyilganiga e'tibor bering. Mana shu hodisalar amalga oshsa, bilginki, ish allaqachon senga soya solibdi. Ish nima? Ish bu qiyomatdir. Qiyomat senga soya solibdi degani, qiyomat o'zi eshik qoqib kelibdi degani. Tasavvur qiling, bir daraxt bor. Tabiiyki uning soyasi bo'ladi. Qachon daraxt sizga soya soladi? Qachonki siz unga juda yaqin borganingizda, u sizga soya soladi. Annal amru qad azallak degani ham shunday. Qiyomat senga soya solibdi degani. Avtomobillar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Allohga qasamki, Iso ibn Maryam odil hakam bo'lib tushadi. Salibni sindiradi, to'ng'izni o'ldiradi, jizyani bekor qiladi. Tuyalar tark etiladi, ularning ustida yurilmaydi. Kek adovat, o'zaro nafrat, hasad yo'qoladi. Mol-mulk uchun chaqiriladi, uni hech kim olmaydi. Roviy Abu Hurayra, manba Sahihul Muslim. Ushbu hadisdan bizga kerak bo'ladigan o'rni shu: tuyalar tark etiladi, ularning ustida yurilmaydi. Qiziq, tuyalar tark etilsa, unda nimaning ustida yuriladi? Bu hadis qachon va kimga aytilganiga diqqat qiling. 1400 yil avval arablarga aytilmoqda. Xususan arablar hayotlarini tuyalarga minishsiz tasavvur qila olishmagan, chunki arablarda asosiy ulov vositasi tuya bo'lgan. Alloh taolo aytadi: "Val khayla val bighala val hamira litarkabuha wa zina va yakhluqu ma la ta'lamun." Otlar, xachirlar va eshaklarni minishingiz va ziynat uchun yaratdi va siz bilmaydigan narsalarni yaratadir. Alloh aytmoqdaki, Alloh sizlar bilmagan hali boshqa ulovlarni yaratadi. Boshqa ulovlar yaratilsa, tuyalar minilmay tashlab qo'yilsa, odamlar qanday ulovlarda yuradilar? Mashinalarda albatta. Imom Ahmad Musnad asarida Abdulloh ibn Ayyos ibn Abbos al-Qitbanidan rivoyat qiladi. U aytadi: otamdan eshitdim. U aytadi: Iso ibn Hilol as-Sadafi va Abu Abdurrahman al-Hubali aytishdi. Abdulloh ibn Amrni eshitdik. U aytdi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: mening ummatimning oxirida shunday erkaklar bo'ladiki, ular egarlarga minadilar. Xuddi o'rindiqlarga o'xshagan bo'ladi. Ular masjidlarining eshiklari oldiga tushadilar. Ularning ayollari kiyimli yalang'ochlardir. Ularning boshlarida ozg'in tuyalarning o'rkachidek narsa bo'ladi. Ularni la'natlanglar, albatta ular la'natlangandirlar. Agar sizlardan keyin boshqa bir ummat bo'lganida edi, sizlarning ayollaringiz ularning ayollariga xizmat qilgan bo'lar edi. Xuddi avvalgi ummatlarning ayollari sizlarga xizmat qilgan edik.
Yana Hokim Mustadrakda Abdulloh ibn Ayyos al-Qitbaniydan, u otasidan, u esa Iso ibn Hilol as-Sodafiydan, u Abdulloh ibn Amrdan rivoyat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: ushbu ummatning oxirida bir guruh erkaklar bo'ladi. Ular katta va hashamatli egar mayasirlarga minib masjid eshiklarigacha keladilar. Men otamdan so'radim, mayasir nima? U aytdi, bu katta egarlardir. Endi hadisni tahlil qilamiz. Hadisdagi kishilar ummatning oxirida bo'lishi xabar qilinmoqda. Rasululloh ummatimning oxirida shunday kishilar bo'ladiki, ular xuddi o'rindiqlarga o'xshash egarlarga minadilar va u egarlar bilan masjidlarning darvozalari oldiga tushadilar demoqdalar. Hadis bir qaraganda g'aroyib tuyuladi. Shu sababli ham Hokimdan rivoyat qilingan hadisda roviy otasidan mayasir nima deb so'ramoqda. Endi siz o'zingiz bir kishini egar ustiga minib olib masjidga kelishini tasavvur qilib ko'ring. Qanday qilib kishi quruq egarga minib yuradi? Demak, bu hadis ta'vilga muhtoj. Ushbu hadisda qandaydir ot, tuya, eshak yoki xachir nazarda tutilmayapti. Agar bular nazarda tutilganida ochiq aytib qo'yilar edi. Chunki bular odatdagi ulov vositalari edi va egar kalimasidan roviylar ajablanmas edilar. Hadisda hozirgi zamondagi mashinalarga ishora qilinmoqda, vallohu alam. Chunki mashina o'rindiqlari ham egar vazifasini bajaradi. Imom Ahmad rivoyat qilayotgan hadisda o'rindiqlarga o'xshash egarlar deyilmoqda. Aslida suruj ham, rihal ham egarlar degani, lekin farq shundaki, rihal uzoq masofalar uchun foydalaniladi. Hadisning davomida yana bashorat kelmoqda. Bu ummatning so'ngida keladigan erkaklarning ayollari kiyimli yalang'ochlardir. Ularning boshida ozg'in tuyaning o'rkachidek narsa bo'ladi. Ularni la'natlanglar, chunki ular mal'unalardir. Hadisda kiyim kiygan yalang'ochlar deyilmoqda. Ayni bugungi zamonda kiyim kiygan yalang'ochlarni ko'rmoqdamiz. Oldingi zamonlarda isnot bo'lgan narsa bugungi zamonga kelib modaga aylanmoqda. Aslida inson uchun kiyim kiyishdan maqsad avratlarini to'sish bo'lgan. Lekin hozirgi kunda kiyim kiyishdan maqsad erkaklarda ham, ayollarda ham avrat joylarini ko'z-ko'z qilish bo'lib qolgan. Qadimda nafaqat musulmon ayollari, balki g'arb ayollari ham ro'mollar o'rab yurishgan. Avratlarini ko'rsatishdan uyalishgan. Lekin bugungi liberalizm zamonida afsuski hammasi tubdan o'zgarib ketgan. Kishi o'z oyoq kiyimi bilan gaplashishi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: jonim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, qiyomat soati shunday holatda keladiki, yirtqich hayvonlar odamlar bilan gaplashadi. Kishining qamchisining uchi u bilan so'zlashadi. Oyoq kiyimning tasmasi u bilan gaplashadi va odamning soni unga o'zidan keyin ahli uydagilari nima qilganini xabar beradi. Roviy Abu Said al-Khudri, manba Sunan at-Termiziy 2181 hadis. Hadisda aytilishicha, qiyomat yaqin qolganda yirtqich hayvonlarning odamlar bilan gaplashishi ro'y beradi. Balki kelajakda bu narsalar bo'lar. Agar hadisni ta'vil qilsak, hozirgi kundagi multfilm qahramonlarini sun'iy intellekt orqali insonlar bilan gaplashayotganini ko'z oldimizga keltirishimiz ham mumkin. So what's your secret to such a magnificent mane? Oh, just a little bit of pride and a lot of conditioning. What's your biggest weakness as a predator? I have great startup speed, but terrible long-term endurance. I'm basically a Silicon Valley company. Kishining qamchisining uchi u bilan so'zlashadi. Sizni bilmadim-u, bu hadisni eshitganimda mening ko'z oldimda selfie tayoqchalari orqali gaplashayotgan odamlar gavdalandi. Oyoq kiyimining bog'ichi u bilan gaplashadi. Hozirgi kunda gapiradigan oyoq kiyimlar ham tarqalgan. Xususan ko'zi ojizlar uchun yo'l ko'rsatadigan oyoq kiyimlar ham ishlab chiqilgan. Bu oyoq kiyimlar ularga yo'l ko'rsatib turadi. Lekin hadisda oyoq kiyimlar emas, balki oyoq kiyimlarining bog'ichlari, tasmalari bilan gaplashilinishi aytilmoqda. Agar ta'vil qilinsa, hozirgi simli quloqchinlar ham bunga to'g'ri keladi. Odamning soni unga o'zidan keyin ahli uydagilari nima qilganini xabar beradi. Hadisda kishining soni unga ahli haqida xabar qilishi aytilmoqda. Arab tilida bir narsani unga yaqin ishlatib bog'lanadigan o'ziga xoslik bor. Masalan, arab tilida uzukni xotam, ya'ni muhr deyiladi. Chunki u bilan muhr bosilgan. To'g'ri, hozirgi kunda bu mutlaqo amaldan qolgan yoki telefonni javval, ya'ni kezib yuruvchi deb atashadi.
Chunki inson telefon bilan ma'nan har joyda kezib yuradi. Telefonning yana bir nomi arab tilida hatif, ya'ni baqiruvchi yoki xitob qiluvchi deyiladi. Xuddi shuningdek hadisda kishining soni unga axloq haqida xabar qiladi degani, telefoni unga xabar qiladi deb tushunish ham mumkin. Chunki telefon doimo erkaklarning son qismida olib yuriladi. Savol tug'ilishi mumkin, nega shu narsalar ochiq oydin telefon yoki mashina deb aytib qo'yilmagan deya. Buning hikmati Allohga ayon. Menimcha bu bashoratlar tushda ko'rilgan bo'lishi mumkin. Chunki odatda bashoratlar tushlarda ko'riladi. Masalan, Yusuf alayhissalom zamonidagi Misr fir'avnini tushini eslang. Podshoh men tushimda 7 ta semiz sigirni, 7 ta oriq sigir yeyayotganini va 7 ta yashil boshoqni va shuncha qurug'ini ko'rmoqdaman. Ey ayonlar, agar tush ta'birini qiladigan bo'lsangiz, menga tushimning fatvosini bering dedi. Tushdagi 7 semiz sigir 7 mo'lko'lchilik yili, 7 oriq sigir 7 qahatchilik yili edi. 7 yashil boshoq va 7 quruq boshoq 7 mo'lko'lchilik yilidagi hosilni zaxira qilib 7 qahatchilik yilida sarflashga ishora edi. Kimdir aytishi mumkin, Misr podshohi payg'ambar bo'lmagan deb, uning tushini ta'bir qilsa bo'ladi deb. Nafaqat oddiy insonlarning, balki payg'ambarlarning tushlari ham ta'bir qilinadi. Masalan, Yusuf alayhissalomning o'zining tushi. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Yusuf otasiga, ey otajonim, men 11 ta yulduzni ham, quyosh va oyni ko'rdim. Ularning menga sajda qilayotganlarini ko'rdim deganini esla. Yusuf alayhissalomning tushidagi oy va yulduz ota-onasi edi. 11 ta yulduz esa aka-ukasi edi. Ba'zida bashoratlar mana shunday tushlar orqali yetkaziladi. Bu tushlarning ta'birlarini esa faqat ahli farosatlargina ko'ra oladi. Salomning ketishi, ayollarning tijorat qilishi, rahmning yo'qolishi, yolg'on guvohliklar ko'payishi, matbuotning paydo bo'lishi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Albatta soat oldidan faqat xos kishilargagina salom beriladi. Savdo sotiq keng yoyiladi. Hatto ayol kishi eriga tijoratda yordamlashadi. Silai rahim uziladi, yolg'on guvohlik beriladi, haq guvohlik yashiriladi, qalam zohir bo'ladi. Ushbu hadisni Imom Ahmad Tabaroniy hokimlar rivoyat qilishgan. Endi ushbu hadisni sharhlasak. Hadisda qiyomat oldidan sodir bo'luvchi hodisalar bayon qilinmoqda. Birinchi, odamlar faqat xos kishilargagina, ya'ni tanish bilishlargagina salom beradigan bo'lib qolishar ekan. Bu biz yashayotgan zamonda ayni sodir bo'layotgan hodisa. Agar ko'chaga chiqishdan oldin har bir ko'rgan odamingizga salom berishni qasd qilib chiqsangiz, og'zingiz og'rib qolishi aniq. Chunki ko'chaga chiqsangiz har qadamda yo'lingizdan kimdir chiqadi. Ikkinchi, savdo sotiq keng yoyilar ekan. Hatto ayollar ham tijorat qilib erlariga yordam berishar ekan. Hadisda hattoki deya ta'jub bilan gapirilmoqda. Chunki ayollarning tijorat bilan shug'ullanishi qadimda juda kamyob hodisa sifatida kuzatilgan. Uchinchi, silai rahim uziladi. Bu hodisalar ham yuz bermoqda. Odamlar tirikchilik bilan bo'lib, yaqinlariga vaqt ajratmay qo'ymoqdalar. Yaqinlar bilan aloqa ham faqatgina moddiy aloqadan uyog'iga o'tmay qolgan. To'rtinchi, yolg'on guvohlik berish yoki haq guvohlikni yashirish keng yoyilar ekan. Bilasizmi, yolg'on guvohlik berish gunoh kabira hisoblanadi. Hatto gunohi kabiralarning ham eng kabirasi hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam katta gunohlar haqida zikr qildilar yoki ulardan so'raldi. Shunda aytdilar: Allohga shirk keltirish, odam o'ldirish, ota-onaga oq bo'lish. So'ng aytdilar: Sizlarga eng katta gunohlarning ham eng kattasini xabar beraymi? Shunda aytdilar: Yolg'on gapirish, yolg'on guvohlik berish. Shuba, ya'ni roviy dedi. Menimcha u zot yolg'on guvohlik berish deganlar. Roviy Anas ibn Malik radhiyallohu anhu. Hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ko'ryapsizmi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kaboirlarning ham eng kattasi haqida yolg'on guvohlik berish demoqdalar. Bugungi kunda esa yolg'on guvohlik berish oddiy narsa sanab qolingan. Hattoki diniy qiyofadagi odamlar yolg'on guvohlik berishdan tab tortmay qolishgan. Har xil idoralar borda, endi nomi ulug'lari ham bor.
O'ylamaysizda u yerda bunaqa 200lamachilar ishlaydi deb, lekin bor ekanda shu. Meni juda ham ko'nglim qolib ketdi. Misol uchun juda ham hurmat qiladiganim mana musulmonlar diniy idorasi. Shu yerda shunaqa odamlar ishlar ekan 200lamachi. Men hayron qoldim. Yoqamni ushladim men. Bo'lgan gapni bo'lmagan, bo'lmagan gapni bo'lgan deb guvohlik beryapti endi. Keyin zapislari qo'yib bergandan keyin uni yolg'onlari oshkor bo'ldi. Yana qarab turib, "Senlar munofiq ekansan, yashimcha zapis qilyapsan" dedi. Barakat topkur, o'zingni yolg'on berayotgan guvohliging uchun sen munofiq emasmisan? Men tavba qildim, agar shu yerda shunday odamlar bo'lsa, biz qayerga kimga ishonamiz bo'lmasa? Men u idorani sha'niga yomon gapirmoqchi emasman, lekin afsuski men shunaqa 200lamachi asl munofiqlar ham borligini shunaqa joyda ko'rdimki, tavba yoqamni ushladim. Men qo'rqib ketdim to'g'risi. Bu qanaqa jamiyat bu, tushunmay qoldim. Bugun yana bir yigitimiz chiqib internetda o'zini dardini aytib qoldi. Umra, hajni monopoliyasi haqida, umraga borishdagi, o'sha hajga borishdagi o'sha to'siqlar, boshqa byurokratiya, korrupsiya ishlari haqida gapirib berdi ochig'i. Faqat yig'lash kerak bunga. 5. Qalamning zohir bo'lishi. Qalamning zohir bo'lishi degani qalamning paydo bo'lishi yoki qalamning ko'rinish berishi degani. Bu yerda majozan aytilgan. Xo'sh, bu nima degani? Yozuvning keng tarqalishi. Odamlar ko'p yozadigan, kitoblar, maqolalar, risolalar ko'payadigan davr keladi. Har kim o'z fikrini yozadi, tarqatadi. Ilmning emas, yozuvning ko'payishi. Ko'p yoziladi, lekin bu yozuvlar foydali ilm emas. Ko'pincha befoyda yolg'on, fitna, g'iybat va noto'g'ri aqidalarni tarqatishga xizmat qiladi. Matbuot va ommaviy axborotning ko'payishi. Gazeta, jurnal, internet saytlar, ijtimoiy tarmoqlar, bularning hammasi yozuv asosida ishlaydi. Bu zamon qalamning ochiq paydo bo'lish zamonidir. Savodxonlikning ko'payishi. Odamlar yozishni, o'qishni biladi, lekin bu ilm ularni Allohga yaqinlashtirmaydi. Aksincha, ko'pincha dunyo ilmi va dunyoviy maqsadlar uchun xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, qalam zohir bo'ladi degani yozuv va matnlar haddan tashqari ko'payadi. Lekin bu ko'p hollarda foydali ilm emas, balki fitna, yolg'on va jaholat tarqatuvchi vosita bo'ladi. Agar bu jihatni hozirgi internet va ijtimoiy tarmoqlar zamoniga qarab o'ylasak, bu hadis nihoyatda aniq va chuqur bashoratdir. Yer yuzida faqat pastkash insonlar qolishi. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Sizlarga yaqinlashib qolgan bir zamon kelsa qanday bo'larkan-a? Unda insonlar elakdan o'tkaziladi. Insonlarning eng razillari qoladi. Ahdlari va omonatlarini aralash, ya'ni rioya qilmay fasod qilib tashlaydilar. Aralashtirib tashlaydilar va bunday bo'lib ketadilar. Rasululloh barmoqlarini bir-biriga kirishtirib ko'rsatdilar. Sahobalar deyishdi: "Agar ana shunaqa bo'lsa, biz nima qilamiz ey Rasululloh?" Rasululloh dedilar: "Biladigan, tanigan narsalaringizni olasizlar, bilmagan, tanimagan narsalaringizni tashlaysizlar. Xos kishilaringizga kafil bo'lasizlar, ommaning ishini bo'lsa qo'yasizlar." Ushbu hadisni Abu Dovud, Ibn Moja, Imom Ahmadlar rivoyat qilgan. Hadisni diqqat bilan tinglang. Hadisda aytilishicha, yer yuzidagi insonlar elakdan o'tkaziladi. Faqatgina razil insonlar qoladi. Bu insonlar umuman hech narsani anglay olmaydilar. Shu sababli bunday insonlarga nimanidir tushuntirish xato bo'ladi. Shu sababli hadisda sahobalar o'sha vaqtda nima qilamiz deb so'ramoqdilar. Rasululloh esa xos kishilaringizga kafil bo'lasizlar, ommaning ishini esa qo'yasizlar demoqdilar. Biz hozirda pastkashlar ko'payib, solihlar ozaygan zamonda yashamoqdamiz. Rasululloh aytganlaridek islom g'arib bo'lib boshlandi va yana g'ariblikka qaytadi. Ba'zi g'ariblarga jannat bo'lsin. Qiyomat soati soyasida yashashlik taqdirimizdagi nasibamiz ekan, xo'sh biz nima ish qilishimiz kerak? Fitnalardan qochishimiz kerak. Fitnalardan qanday qochamiz? Podadan sekinlik bilan ajrala boshlaymiz. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar:
musulmonlarning eng yaxshi moli suruvlari bo'lib qolishiga va ular bilan tog'larning eng uchlariga, yomg'ir yog'adigan vodiylarning eng ichkarisiga kirib ketib, shu orqali dinini fitnalardan olib qochadigan zamonlarga oz qoldi. Sahihul Buxoriy. Ushbu hadisda kishi fitnalardan qanday saqlanishi kerakligi bayon qilinmoqda. Yana boshqa hadisda Huzayfa ibnul Yamon radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. İnsanlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan yaxshiliklar haqida so'rar edilar. Men bo'lsa o'zimga yetib qolishidan qo'rqib yomonlik haqida so'rar edim. Dedim: "Ey Allohning rasuli, biz jaholat va yomonlikda edik va Alloh bizga ushbu yaxshilik islom bilan keldi. Ushbu yaxshilikdan so'ng yomonlik bormi?" Rasululloh dedilar: "Ha." Men dedim: "O'sha yomonlikdan so'ngra yana yaxshilik bormi?" Rasululloh dedilar: "Ha, lekin uning tutuni bor." Men dedim: "Uning tutuni nima ey Rasululloh?" Rasululloh aytdilarki: "Bir qavmlar mening yo'limdan boshqa yo'l bilan da'vat qiladilar. Ulardan sen biladigan va sen bilmaydiganlari bor." Dedim: "So'ngra u yaxshilikdan keyin yana yomonlik bormi?" Rasululloh aytdilar: "Ha, jahannam eshigiga da'vat qiluvchilar bo'ladi. Kim ularga javob bersa, ularni jahannamga uloqtiradi." Men dedim: "Ey Rasululloh, bizga ularni sifatlab bering." Rasululloh aytdilar: "Ular bizning jildimizdan va bizning tilimizda gapiradilar, ya'ni islomdan gapiradilar." Men dedim: "Agar menga ana shular yetib qolsa, menga nimani buyurasiz?" Rasululloh aytdilar: "Musulmonlarning jamoasini va imomini lozim tutasan." Men aytdimki: "Agar ularning jamoasi va imomi bo'lmasa-chi?" Rasululloh aytdilar: "Agarda daraxtning ildizini tishlab bo'lsa ham, to senga o'lim yetgunicha u barcha firqalardan chetlan va ana shu holatda vafot et." Muttafaqun alayh. Men qiyomat soatini bir holat bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, siz ko'p qavatli uyda yashaysiz. Intizorlik bilan mehmon kutyapsiz. Siz uydasiz va kirish eshigi yaqinida turibsiz. Birdan tashqaridan qadam tovushlari eshitila boshladi. Qadam tovushlari sekin-asta ko'tarila boshladi. Siz aniq bilib turibsizki, bu qadam tovushlari siz kutayotgan mehmonning qadam tovushlari. U qadam tovushlari eshigingiz oldiga keldi va to'xtadi. Siz aniq bilyapsizki, u hozir eshikni taqillatadi. Qiyomat soati ana o'sha mehmonga o'xshaydi. U hozir eshik taqillatishga tayyor turibdi. Yana bir Gretsiyaning Afona tog'larida yashagan Saint Niles Mir Streamer ismli rohibning bir qo'lyozmasi saqlanib qolgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Haddisu an bani Isroil va la haraj." Bani Isroildan rivoyat qilaveringlar, hech qisi yo'q deganlar. Ushbu rohib bir xat yozadi. U o'z xatida shu narsalarni tilga oladi. Qiyomat oldidan 1900-yildan keyin 20-asrning o'rtalariga kelib, o'sha davr odamlari tanib bo'lmas darajada o'zgaradi. Dajjolning chiqishi yaqinlashganida odamlarning aql zakovati shahvoniy nafslar bilan bulg'anadi. Nomus va qonun qoidalar buziladi. Keyin dunyo butunlay o'zgarib ketadi. Odamlarning tashqi ko'rinishi o'zgaradi va ularning uyatsiz kiyinishlari va soch turmaklari sababli erkak bilan ayolni ajratib bo'lmaydi. Bu odamlar shafqatsiz bo'ladi va Dajjolning vasvasalari tufayli yovvoyi hayvonlarga o'xshab qoladi. Ota-onaga va kattalarga hurmat qolmaydi. Muhabbat yo'qoladi va xristian ruhbonlari, yepiskoplar va ruhoniylar pastkash odamlarga aylanib, o'ngni chapdan ajrata olishmaydi. O'sha paytda nasroniylar va cherkovning odob axloqi va urf-odatlari o'zgaradi. Odamlar hayo va uyatdan voz kechadi. Buzuqlik hukmron bo'ladi. Yolg'on va ochko'zlik haddan oshadi va mol dunyo yig'ayotganlarga voy bo'lsin. Shahvat, zino, gomoseksualizm, yashirin jinoyatlar va qotillik jamiyatda hukmron bo'ladi. O'sha davrda bu ulkan jinoyatlar va buzuqlik tufayli odamlar muqaddas cho'qinishda baptizm olgan muqaddas ruhning inoyatidan mahrum bo'ladilar. Tavba qilish hissidan ham ayriladilar. Xudo cherkovlari taqvodor va Xudodan qo'rqadigan ruhoniylardan mahrum bo'ladi. Va o'sha davrda dunyoda qolgan nasroniylarga voy bo'lsin. Ular butunlay iymonlarini yo'qotadilar. Chunki hech kimdan ilm nuri haqiqatini ko'ra olmaydilar. Ular ruhiy azoblardan yengillik topish uchun dunyodan chekinib, muqaddas panogohlarga qochadilar. Ammo har joyda to'siq va bosimlarga uchraydilar. Bu esa shundan bo'ladiki, Dajjol hamma narsaga hukmron bo'lishni istaydi.
va butun olam ustidan hukmronlik qiladi. U mo'jizalar va g'aroyib belgilar namoyish qiladi. Shuningdek, u baxtsiz odamga buzuq donolikni beradi, toki yer yuzining bir chekkasidan ikkinchisiga odamlar suhbatlashish yo'lini topadi. O'sha davrda odamlar qushlardek osmonda uchadilar va baliqlardek dengiz tubiga tushadilar va odamlar bularning barchasiga erishganlaridan so'ng bexabar holda hayotlarini qulaylikda o'tkazadilar. Bilmaydilarki, bu Dajjolning makri. U buzuq ilmni shunchalik faxr va kibr bilan to'ldiradiki, bu ilm to'g'ri yo'ldan chiqib ketadi va odamlarni Xudoning mavjudligiga bo'lgan iymonidan ayiradi. Keyin Xudo insoniyatning qulashini ko'radi va faqat oz sonli najot topayotganlar uchun kunlarni qisqartiradi. Chunki dushman agar imkon topsa tanlanganlarni ham vasvasaga solmoqchi bo'ladi. Keyin to'satdan jazolovchi qilich paydo bo'ladi va buzuqni yo'q qiladi. St. Niles Mirstreamer Afona tog'idan 1651-yil. Odatda bu kabi xabarlar bashoratlardan olinadi. Rohiblar bunday gaplarni o'zlari to'qiy olmaydilar. Bu rohib ham ushbu bashoratni qadimiy kitoblardan, payg'ambarlar so'zlaridan olgan bo'lishi kerak. Xuddi biz hadislardan ba'zi bashoratlarni olayotganimizdek. Kimdir qiyomatga hali bor, Dajjol chiqqani yo'q, u sodir bo'lgani yo'q, bu sodir bo'lgani yo'q deyishi mumkin. Siz Dajjol uyingizga kirib kelib, choyingizdan 1-2 qultum ichib ketishni kutmayotgandirsiz. Balki Dajjol allaqachon chiqib bo'lgan va qaysidir oroldan dunyoga hukmronlik qilayotgandir. Tafakkur qiling, tadabbur qiling. G'aflatda qolmang. Zulmat kabi fitnalar kelmoqda.